Qora libosli odamlar filmidagi bu sahnani eslaysizmi? Odam o'layotgan payti boshini ichidan kichkina o'zga sayyorali chiqadi va aslida bu butun tanani boshqargani ma'lum bo'ladi. Ha, bu mutlaqo xayoliy ko'rinadi. Lekin bilasizmi? Bu sahna kompyuter grafikasi emasdi. Uni haqiqiy qo'l mehnati bilan yaratishgan. Maxsus effektli ustasi Rick Baker ulkan mexanik bosh yasagan. U robot kabi ochilib yopilardi, ichida esa o'sha mayda jonzot aniq ishlangan animatsion qo'g'irchoq edi. Uni ko'zlari, qo'llari, hatto nafas olishi ham o'nlab mikromotorli va butun operatorlar jamoasi tomonidan boshqarilgan. Biri ko'zlarni harakatlantiradi, boshqasi og'zini, yana biri barmoqlarini. Hammasi 3 aktyor kabi, kamera qarshisida, real vaqtda o'zida. Tasavvur qilyapsizmi? Atigi bitta kadrni olish uchun mexanizmni sovutishlar, nozik simlarni almashtirishlar, ular teri haqiqiy odamnikidek ko'rinishi uchun yorug'likni mohirlik bilan to'g'irlashardi. Tasavvur qilyapsizmi? Hech qanday kompyuter yo'q. Faqat ustalarning qo'li, temir, mexanika va aql bovar qilmas aniqlik. Kadrning so'nggi montajida esa tomoshabinlar shunchaki qotib qolishdi. Bu oddiy effekt emas edi. Bu kino hanuz tirik bo'lgan, haqiqiy nafas olgan lahza edi.